Jigar, mana shu videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, niyat qilib bitta like qizartirib qo'ying. Inshaalloh sizni ham uyingizda, garajda mana shunaqa geling-vagellar turishligini nasiba ro'z aylasin. Mana hovlimizga o'zingizlar bitta baho beringlar. Yo, mashalloh, kirganda ko'zda dam oldirtiradigan hovli bo'libdi. Ayniqsa mana zilonli zonani ko'ryapsizlarmi? Yaponiya bog'i bor-ku, Yapon bog'i ham damini oladigan bo'libdi. Uy egalari juda ham chiroyli mehr berishibdi, lekin qaranglar, bu yoqda yo'q gulli o'zi yo'q. Shaxsan menga juda ham yoqdi. Uyimizni shu rakursdan fasadiga o'zingizlar bitta baho berib qo'yasizlar. Shaxsan menga juda ham yoqdi. Basseynlarni ham o'zingizlar ko'rasizlar. Bu yoqda gidromassajlarni jakuzida o'tirsanglar ham bo'ladi. Basseynni ko'rasizlar. Mana bitta vodobatlarigacha turibdi. Ayniqsa mana devordagi ko'rasizlar, bu hammasi ustalarning professional qo'l mehnatida chizilgan. Hech qanaqa nimasi rasm emas, bu hammasi qo'l mehnati. Bu yoqqa keladigan bo'lsak, yozgi oshxonamizni ham ko'rasizlar. O'zim uchun deb qurilgan uy. Bu yoqda oila davrasida mazza qilib o'tirish uchun mana shunaqa joylar qilib qo'yilgan. Bu joyimiz ham cho'pli pol, ya'ni qishda ham o'tirsanglar bo'ladi mazza qilib. Va bu yoq tarafiga keladigan bo'lsak, mana shunaqa tapchani ham qo'yib qo'yishgan va mana shunaqa kachilargacha mana qaranglar. Mazza qilib odam o'zi uchun sharoit qilib qo'ygan, maksimum sharoit qilib qo'yishdi. Inshaalloh niyat qilganlar mana shu videoga bitta like bosib, kimga mana shunaqa uy ravo ko'rsangiz, o'sha insoningizga jo'natib qo'ying. Eng kamida hammamizga mana shunaqa fayzli xonadonlarda ota-onamiz bilan mazza qilib yashashlik nasiba ro'z aylasin.